xurrak otishga ham video qiling iltimos debdi. Bultur bitta video qilgandim. Karam eng zo'r nafas yo'llarini ochadigan narsa karam. Xurrak otadigan insonga ko'proq karam bering. Karamni o'rtasidagi suvli joyini yeb yursinlar. Yotishda uxlash vaqtida ana shuni asalgina achchiqchagini hisobga olmasa, karamni ziyoni yo'q. Karamni chaynab suvini shimib uxlasinlar qani. Keyin ko'rasiz, xurrak otadimi, yo'qmi? Yana boshqa yo'llari ko'p. Men sizga bitta yo'lni aytdim. Qolgan yo'llarini juda ham ko'p tabib insonlar bor meni profilimda. Mana kommentariyaga yozib ketadi. Kommentariya o'qish ham juda ham foydali. Kommentariyada ham ko'p narsalar topasiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Xurrakchi do'stlarim, sal xurrakda asta otinglar, karamni yeb yotinglar yotishdan oldin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. G'ulomjondan foydali maslahat Tojikistondan, Tojikiston va pesh.